haqqi deydi. Tuz haqqi nima degani desa, tuz haqqi ayoli bir oy ro'zada eriga narsa tayinlaydi, iftorlik tayinlaydi, saharlik tayinlaydi. Biz tarovihdan boramiz, charchab qolib, zo'rg'a yeyishlikka yarim soat qolganda inqillab turamiz. Ayoli tayinlaydi. Bir oy tayinlaganda haligini nima qilar ekan? Oxirgi 10 kunligida bir parcha haligi tillani olib turib, ozgina tillani olib turib ayoliga sovg'a qilar ekan. Tuz haqqi der ekan. Shu bir oyda sen mana shu Ramazon oyida ona, ayolim shuncha tayyorgarlik ko'rdinglar. Chiroyli bir holatda o'tkazinglar. Ana shu sizlarning qilgan xizmatingizga yarasha mana shu mendan bir sizlarga sovg'a